Bu narsani obyektlarda ko'p ko'rgansizlar. Bu narsani nomini sprinkler deyiladi. Bu mana Xitoy varianti, bu turetskiy variant. Bular Nestwanga, Toshkent Citylarga, polniy ko'p qavatli uylarga, yangi qurilayotgan domlarga hammasiga novostroykalarga shulardan qo'yilyapti asosan. Bularda oq variantlaridan. Keyin bular har xil shaklda ishlaydi. Bu pastga qarab turishi kerak. Bunaqa qo'zi qorinli variantlar tepaga qarab turib sepiladi. Bu uch xil variantlarimiz bo'ladi. Bularni farqi aytadigan bo'lsa, mana bu oq bo'lsa ham Xitoy varianti. Bo'yab qo'yilgan prostak. Bu mana laturli oq turetskiy variant. Bu yaxshi variant hisoblanadi. Narxida farqi bo'ladi. Bir xil ishxonalar bor. Mana shu anaqalarda ham sal noto'g'riroq qo'yib qo'yishyapti. Tepaga qarab qo'yish turish o'rniga pastga qarab qo'yishyapti. O'zimizning ishxonalarda ham shunaqa qo'yib qo'yishgan, sal noto'g'ri qilib bozorlarda. Bularga mana oq kalsolarimiz ham bor. Bulardan ham ko'p zakaz bo'ladi. Gips kartonlarga qo'yiladi. Hammasi chiroyli tushadi, chiroyli shaklda bo'lib turadi. Sotuvda barcha turdagi sprinklerlarimizdan bor. Donaga ham, optimga ham bor. Opisaniyada nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, xohlasanglar naqd pulga, xohlasanglar перечислениyaga olishingiz mumkin.